Smek mahsulotlari, Smek brendi umuman 70 yillik tarixga egaligini bilmas edingiz. Men sizga mana shu videoning o'zida qisqacha to'liq tarixini aytib berishga harakat qilaman. 1948-yilda Italiyada asos solingan bu brendga u brend boshida gaz plitali ishlab chiqargan. Vaqt o'tib dizaynga alohida urg'u berib, retro dizayn va zamonaviy texnologiyalarni birlashtirib, Smekka asos solishgan. Ya'ni hozirgacha Smek bo'lib kelgan juda ham ko'pchilik yaxshi ko'radigan brendlardan bittasi hisoblanadi. Undan tashqari, ushbu brend o'zini pozitsiyasini juda ham yaxshi egallab, hozirgi paytda esa 70 dan oshuv davlatlarda sotuvda mavjud. Bu Smekka yana bitta fishkasi o'zini qadriyatlariga teskari ketmagan holatda retro dizaynni saqlab qolganligi uchun oddiy texnika emas, balkim interyer dizayn elementi sifatida ham qaraladi. Endi sizga savol, agarda Smek yoki boshqa brend bo'ladigan bo'lsa, siz qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Kommentariyada variantlaringizni kutib qolamiz.